Iqtidorli yoshlarning mantiqiy bilimlarini oshirish, ularni saralash va intellektual o'yinlarga keng jalb qilish. Ushbu o'yinlar tashkil qilinishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va zarur shart-sharoitlar yaratish. Shuningdek, aholining intellektual salohiyatini yuksaltirish maqsadida Zakovat o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilda qarori chiqqan edi. Ushbu qarordan keyin joylarda turli tadbirlar o'tkazila boshladi. Ana shunday tadbirlardan biri Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi tashabbusi bilan milliy madaniy markazlar o'rtasida Do'stlik kubogi uchun Zakovat o'yini o'tkazildi. Aziz do'stlar va bilimdon ishtirokchilar, milliy madaniy markazlar jamoalari o'rtasidagi hamjihatlik va do'stlikni mustahkamlaydigan bilim va zukkolik sinovi bo'lgan Zakovat intellektual o'yini doirasida o'tkazilayotgan Do'stlik kubogiga xush kelibsiz. Bugungi intellektual bellashuv bu shunchaki savol-javobdangina iborat emas. Ushbu zukkolar o'yini turli xalq va millatlarning vakillari bir maydonda jamlanib, bilim, iqtidor va madaniy yutuqlarini namoyon etadigan, o'zaro hamjihatlik va do'stlik rishtalarini mustahkamlaydigan ma'naviy maydon hisoblanadi. Bugun sahnada turli millat vakillari, turli madaniy markazlardan kelgan bilimdon yoshlar o'z bilimi, zehni va jamoaviy hamjihatligi bilan kuch sinashadi. Mana bugun mustaqilligimiz 34 yillik munosabati bilan milliy madaniy markazlar jamoalar ishtirokida shu Do'stlik kubogi Zakovat intellektual o'yini o'tkazilmoqda. Ushbu Zakovat intellektual o'yini turli millatga mansub yoshlar o'rtasida birinchi marta tashkil etilyapti. Kelgusida mana shunday ishlarni milliy madaniy markaz o'rtasida keng targ'ib etish, yoshlarimizni mana shu bilimli intellektual o'yinlarda ko'proq jalb etish maqsadida bugungi tadbir tashkil etildi. Bu tadbirdan albatta yoshlarimiz o'zlarining bilimlarini, o'sha intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarib, kelgusida turli millat vakillari o'rtasida bu kabi tadbirlarimiz davom etib boradi. Tadbirimizda 6 ta milliy madaniy markazlarini o'sha jamoalar ishtirok etmoqda. Ushbu 6 ta jamoada ham har bir jamoaning ishtirokchilari kuchli, bilimli yoshlar yig'ilgan, faollar yig'ilgan. Shu ta'limoti har qanday ishni bajarish uchun qulay makonni topishni ifoda etadi. Feng shuy uchun energiya harakatlarini vaqt va makon bo'yicha tasniflashda qadimgi xitoyliklar ikki predmetni ishlatishgan. Predmetlardan biri bu kalendar. Diqqat, savol. Asl vatani Xitoy bo'lgan ikkinchi predmetni yozib bering. Vaqt ketdi. Xitoy san'at bo'yicha 10 soniya. Xitoy chiroqchimi shunaqa? Zakovat 24 yildan buyon dunyo bo'ylab ishtirokchilarga bilim olish va rivojlantirishga ilhom berib kelmoqda. Dastlab teleko'rsatuv sifatida namoyish etilgan ushbu o'yin bugungi kunda jahonning turli mamlakatlarida o'tkaziladigan yirik intellektual harakatga aylangan. Har yili minglab ishtirokchilar, shu jumladan bir nechta xalqaro jamoalar bu o'yinda ishtirok etib, o'z bilimlarini sinab ko'radi. Turkiy millatlarimizga bo'lgan shu yaqinlik nuqtai nazaridan Zakovat o'yini o'tkazyapmiz. Hozir bu yerda Zakovat o'yinini hozir hamma o'ynayapti. Hamma millatlar o'ynayapti, hamma korxonalar o'ynashyapti. Lekin gap shundaki, bu o'yin bilan biz o'sha xalqlarning orasidagi bir-biriga bo'lgan ittifoqlikni rivojlantirishni asosiy maqsad qilganmiz. Biz xorijda ham o'ynab kelayapmiz bu o'yinni. Keyingi maqsadlarimizdan biri rus tilida o'sha Ukrain, Belarus, rus kabi millatlarni hammalarini yig'ib vaqtda bir davrada shunaqa bir o'tkazish niyat qilganmiz.
albatta bu hozir bu ekspromт tariqasida o'tyapti. Qanaqa bilan dunyoqarashi shuni sezganimizdan keyin albatta ular bilan ham o'yin qilamiz. Ushbu intellektual o'yinda Qirg'iz millati vakillari ham o'z jamoasi bilan ishtirok etmoqdalar. Yana bundan tashqari qozoq, turkman, tojik, tatar, uyg'ur milliy madaniy markazlari ham biz bilan raqib sifatida ishtirok etmoqdalar. Bizning Qirg'iz milliy madaniy markazimiz jamoasida har bir sohadan vakillar ishtirok etmoqdalar. Ular tarix yo'nalishi bo'yicha, sharqshunoslik, pedagogika bo'yicha ham Qirg'iz millatiga mansub ishtirokchilar ishtirok etmoqdalar. Aynan bugungi Zakovat intellektual o'yini turli millatlar o'rtasida o'tkazilishi har bir millat vakiliga yana bir marta motivatsion muhit yaratib berdi. O'zaro do'stlik muhitini mustahkamlashda ham bugungi o'yin har bir milliy madaniy markaz faoliyati uchun muhim yo'nalish hisoblanadi. O'tkazilgan intellektual o'yinda milliy madaniy markazlarning 6 ta jamoasi Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, turkman, tatar, tojik millati yoshlari o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasida 130 dan ortiq millat va turli ellat vakillari yashaydigan bo'lsa, mana turli xil milliy madaniy markazlar o'rtasida birinchi marta O'zbekistonda Zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Bu yerda har turli millat vakillaridan yig'ilgan 6 talik ishtirokchilik jamoalar o'zaro bellashdilar. Biz o'zimiz ham turkman millati vakillari sifatida ishtirok etdik. Jamoamizdagi ishtirokchilarning barchasi talaba yoshlar bo'lib, biz qizlar jamoasi sifatida esda qolib ketildi va g'olib jamoalarni ham chin dildan tabriklaymiz. Biz o'zimiz 3 ta faxriy o'ringa ila olmagan bo'lsak ham do'stlar orttirdik, bilimlarimizni oshirdik va ajoyib bir atmosferada o'zimiz ajoyib xotiralarni orttirib ketmoqdamiz. Zakovat bugungi kunda mamlakat bo'ylab eng ommaviy intellektual harakatlardan biriga aylangan. Respublika, viloyat, tuman va ta'lim muassasalari miqyosida muntazam o'tkazib kelinayotgan mazkur o'yin yoshlarni ilmiy tahlil qilishga, bilimga chanqoqlik va kitobxonlikka undash, intellektual salohiyatini rivojlantirish hamda ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Zakovatda 3 yildan beri qatnashaman. Tuman bosqichlarida, viloyat bosqichlarida qatnashaman. Hozir milliy markazlar o'rtasidagi Zakovatda birinchi marta bunaqa musobaqa o'tkazilyapti. Xudo xolasa keyinchalik ham bunaqa musobaqalar ko'payishi tarafdorimiz. Albatta, bunaqa musobaqalar do'stlik kubogi nomi ostida bo'lyapti. O'zbek xalqi millatiga, keyin qardosh xalqlar o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlaydi. Diqqat, savol. O'sha predmet nima? Vaqt ketdi. Chunki shunaqa kayfiy и trubka bo'lgan. Kitob bu yozadi-ku. Oqkunli paket. To'g'ri javob shamol harakatini aniqlash uchun Salom xalqim, salom O'zbekistonim. O'zbek, turkman, qozoq, qora qalpog'im. Shu vatanni bizga meros qoldirgan. Salom mening ey ulug' bobolarim. Salom xalqim, salom O'zbekistonim. O'zbek, turkman, qozoq, qora qalpog'im. Shu vatanni bizga meros qoldirgan. Salom mening ey ulug' bobolarim. O'zbekiston yurtim.
mening O'zbekiston jonim mening O'zbekiston 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 yurtim mening O'zbekiston faxrim mening O'zbekiston jonim mening O'zbekiston O'zbekiston Ahil yashar ko'p millatlar bag'ringda Vatan deya jon kuydirar dardingda Do'stlar biling barcha marra bizniki Har bir farzand yetsa vatan qadriga Ahil yashar ko'p millatlar bag'ringda Vatan deya jon kuydirar dardingda Do'stlar biling barcha marra bizniki Har bir farzand yetsa vatan qadriga O'zbekiston yurtim mening O'zbekiston faxrim mening O'zbekiston jonim mening O'zbekiston O'zbekiston Bugun O'zbekistonda millatlararo do'stlik va totuvlikni mustahkamlash, jamiyatda turli millat va elat vakillari o'rtasidagi o'zaro hamjihatlik, bag'rikenglik, mehr-oqibat muhitini asrash, milliy madaniyatlar, urf-odat va an'analarning o'ziga xosligini saqlash hamda rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu tadbirlarni o'tkazishdan yana bir maqsad turli millat yoshlarini bir joyga to'plash, ularning bilimlarini sinovdan o'tkazishdir. Сегодня состоялись первые игры «Закават» между культурными центрами. Мы сегодня первый раз приняли участие, и у нас очень много впечатлений. Нам очень понравилась организация на высоком уровне, которую сегодня провели. Мы благодарим наш комитет за такое хорошее мероприятие. И, конечно, мы готовы еще участвовать еще раз и еще раз. Всем спасибо. Qizg'in bahs munozaralar, mantiqiy savollarga boy bo'lgan turnir yurtimizdagi milliy madaniy markazlar yosh faollardan iborat 6 ta jamoalar o'rtasida o'tkazildi. O'yinda g'olib deb topilgan jamoa a'zolarining har biriga Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tomonidan sovg'alar berildi. Bugun bizda Zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. Mana shu intellektual o'yinda barcha millatlararo bo'lib o'tdi. Biz unda barcha millatlarni, ellatlarni, milliy urf-odatlari, an'analarini o'rganib bilib chiqdik. Bu bizni birgalikda do'stonaligimizni oshirishga yanada yordam berdi. Bugungi biz 3-o'rnimizdan juda ham xursandmiz, baxtlimiz. Xudo xohlasa keyingi o'rinlarda 1-o'rinni ham qo'lga kiritamiz. Bahs munozaralarga boy bo'lgan o'yin o'z nihoyasiga yetdi. 3-o'rinni Uyg'ur Milliy Madaniy Markazi yosh faollari egallagan bo'lsa, 2-o'rinni Qirg'iz millati yoshlari oldi. 1-o'rinni tojik millati vakillari egalladi. Bu Zakovat o'yini o'zi ommalashib, mana Qirg'izistonda bo'ldi, Qozog'istonda bo'ldi. Mana yaqinda butun vazirlik va idoralar o'rtasida bu Zakovat o'yini bo'ldi. Endi mana bizning milliy madaniy markazlarda o'rtasida mana 6 ta milliy madaniy markaz o'zaro bellashdik va mana 1-o'rin bizga nasib etdi. Mana shu komandani iqtidori, shu komandani zukonligi, shu komandani bilimdonligi mana shu bugungi o'yinda bilindi va biz o'ylaymizki, biz shu haqiqiy
o'zimizni bahoyimizni oldik deb o'ylayman. Bu boshlanishi hali bundan keyin davom etadi. Mana oktyabrda, noyabrda bo'ladi ekan, undan keyin dekabrda chempionlar uchrashar ekan. Ya'ni masalan, ertaga yana kim birinchi o'rinda olsa, ertalik noyabr, oktyabrda kim birinchi o'rinda olsa, keyin dekabrda ana shu 3 ta birinchi o'rinda olgan chempionlik uchun bahs bo'lar ekan yana. Mana shunga ham hozirdan boshlab biz mana jamoamiz bilan tayyorgarlik ko'rib, yanada o'sha yuqori o'rinlarni olishga harakat qilamiz. Biz birinchi o'rinda oldik va hammani yana bir bor tabriklayman. Milliy madaniy markazlar pavilyonida o'tkazilgan intellektual o'yin jamoalarning ilm salohiyatini sinovdan o'tkazish bilan bir qatorda mamlakatimizda hukm surayotgan millatlararo totuvlik va hamjihatlikning yana mustahkam qaror topishiga xizmat qilishi shubhasiz. Milliy madaniy markazlarning havaskor jamoalarining badiiy chiqishlari esa ishtirokchilar va tomoshabinlarda katta ta'sirot qoldirdi. Geçmişin barçından hem uzak, ilg'ay olmaz barchasini ko'zim, maqtamasman mazini biroq, o'tmishingni o'ylayman bir zum. Zabtga olib keng Osiyoni, bir zot chiqdi mag'rur davongir, 2 asr yarim dunyoni, sir qaqshatdi buyuk Jahongir. Aytgum bukun u menim, O'zbekiston vatanim menim. Aytgum bukun u menim, O'zbekiston vatanim menim. Ko'rgan bu dunyo hammasiga guvohir osti, lekin do'stlar sher ahli aro, Jahongir kam bo'lar rosti. 5 asr kim nazmiy saroyni, titratadi zanjirband bir sher, Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Dünya bo'ldi chamanim menim, O'zbekiston vatanim menim. Dünya bo'ldi chamanim menim, O'zbekiston vatanim menim. Görme hiç kaçan ülkem, savol bilme şu yaşing bilen, muzaffer bol g'olib bol o'ktam, do'stu yoring qardoshing bilan. Asrlarning silsilasida boqiy turgay koshonang sening, ulug' bashar oilasida mangu yorug' peshonang sening. Mangu yorulmaz kanım menim, O'zbekiston vatanim menim. Mangu yorulmaz kanım menim,